usta sifatida. Binoyimiz umumiy metr kvadrati maydoni 2050 kvadrat. 50 kvadrat umumiy maydoni. Bizni o'rnatgan biz umumiy hamma uyga bitta katya o'rnatganmiz. Hamma butun uyga hamma nechta xona bo'lsa, nechta uy bo'lsa, hammasiga bitta joydan bir dona katyoda isitiladi uy. O'sha 2050 kvadratni isitish uchun 62 lik katyo qo'yganmiz. Ya'ni 62 degani yani 62 kvadrat edi, 1 kvadrat 10 kvadratga mo'ljallangan bo'ladi. Bu 620 kvadratni isitish kerak aslida. Bizga 2050 kvadratni isitib beradi. 30% ga, ya'ni 60% ga ekonom. 60% ga. 60% ekonom qilyapsiz. Qana qilib? Shu uteplit qilganmiz. Bitta mana shuni o'zi bilan hal bo'lyapti hozir. Endi yong'in bo'lmasa biz bundan emas, biz Pinaplexda qilganmiz. Unda bu bola ishlamasdi bu kishida. Yo'q. Hozir sizga tushuntirib beraman. Mana bu uy deb olsak, hozir mana shuni uy deb olsak, mana bu tom qismi. Yaxshi uteplit bo'lmasa utechka. Ya'ni xuddi suvni solsangiz, oqib ketganda issiqlik ham oqib ketadi. Tepaga oqadi faqat. Bu tepaga oqadi issiqlik. Agar yaxshi yonga chiqadi. Zo'r maqol ekan, shuni bir tepaga oqadigan narsani ya'ni tasavvur qiling, bitta bochkaning tagida 10 ta teshigi bordi, to'ldirib bo'lmaydi uni. Biz shu bochkani hamma teshigini yoqqanmiz. Shuning uchun 2050 kvadratni 620 kvadratni isitish kerak bo'lgan qachon isitadi. Teshiklari yoqqanmiz. Ajoyib aka. O'sha teshikni yamaydigan bu kishi mahsulot chiqaryapti. Eng qisqa lo'nda javob mana shu. Ya'ni uyni teskari qiling, oqib ketyapti. Faqat uyda issiqlik tepaga harakat qiladi, mamda turadi. Shu farq. Boshqa farq yo'q. Birinchi tomdan boshlash kerak ekanda. Tom eng birinchi tomdan boshlash kerak bo'lgan narsa tom. Va uteplit qilishda ham qanday? Birinchi slov qo'yildi. Birinchi slov qo'yilgandan keyin chokini ustiga ikkinchi slov qo'yish kerak. Shaxmat qilib qo'yiladi. Mana bu chokdan sovuq o'tish ehtimoli bormi, ustiga qo'yasiz. Bo'lsa, uchinchisida mana bu joyga qo'yganlik aniq o'tmaydi. 3 slov qilish kerak. Va ko'pchilik aytadi, bir slov qalindan, ya'ni qimmatidan qil deydi. Yo'q. Unga men qo'shilmayman. Tomga ayniqsa, demakki biz tomimizga shundan ishlatganmiz. Bazalt. Faqat firmasi boshqa bo'lishi mumkin. Aynan bazalt ishlatganmiz. 3 qavat qo'yganmiz. Qilib, uchinchisini mana bu chokka qo'yganmiz. Natijada aniq u yerdan suv sovuq kirmaydi, issiqlik chiqib ketmaydi. Bu standartmi yo standartdan ko'proq qo'yganmisizlar? Yo'q, standart. Mana shu o'zi standart. 3 qavat standart. Mani tomim bor-u. Bir qavatmi? Chiqdim, bir qavat shuni stiklavatni yotqizib olgan, ana ustida yursangiz borib, sochilib ketadi hamma yo'q. Shu, ana shu joyda birinchi, ya'ni nima qo'yiladi? Birinchi paraizolyatsiya deydi, tagiga solinadi. Ustidan 3 qavat solingandan keyin ustidan gidroizolyatsiya deydi. Bu kishi aytgan membrana gidroizolyatsiyada o'sha narsa solinmasa ham bo'lmaydi. U ham paraizolyatsiyadan, ham gidroizolyatsiya hamma narsani to'sadi va 3 qavat chiroyli holatda turadi. Ana o'shandan keyin siz rezultat kutishingiz kerak-da. Bir qavatda rezultat bo'lmaydi. Eng qimmatini qo'ysangiz ham bir qavatda rezultat kutish sal qiyinroq masalan. Devorda kutasiz, tomda emas. Tomda emas. Shu Bahrin aka, mana shu narsa hozir ko'pchilik eshityapman. Shu muammo mahsulotning to'g'ri texnologiyasi bilan shu o'rnatish bo'lyapti-da. Ko'pchilik. Men 2-3 marta hatto o'zingizlarning saytinglardan ham olib videoni, Xudo berdi siz ishingizni yuritganim uchun Xudo berdiga tashlab bergandim. Bu noto'g'ri ishlashyapti. Buni sizlar bu yerga qo'ymanglar. Noto'g'ri ishlatishyapti. Bunaqa ishlatish, ya'ni uni ko'rgan odam shunaqa ishlatar ekan deb o'ylaydi. Shunaqa deb o'ylaydi, albatta ko'rgan. Uni bu yerga qo'ymanglar deb 2-3 ta videoni men Xudo berdi tashlab bergandim. Haqiqatda olib tashladilar bundan keyin. E'tiborli bo'lishi, to'g'ri ishlatishni oldin odamlarga o'rgatish kerak. Albatta. Mashinani berib minishni o'rgatmasangiz bo'lmaydi. Bu ham xuddi shunaqa to'g'ri ishlatsa zo'r ishlaydi.
Srok slujbasi ham uzoq bo'ladi-da. Ha? Uni ham srok slujbasi bor, to'g'ri Nimaga buni ishlatilgandan keyin. qanaqa srok qanaqasi bor? Qancha oddiy O'zi bu chirimaydigan bu narsa bu. chirimaydigan hech narsa bo'lmaydi. Masalan, Ha. 50 yil, 50 100 yil turaveradi bu narsa. Samir aka, faqat endi buni baribir Qarang. bu ochiq havoda bunday turadigan Endi narsa emas bu. ko'rishimda. Ochiq havoda turadigan narsa emas. Bu yopiq narsa bilan turadi. Masalan, mokriy fasad bo'ladimi yoki ventilirованный fasad bo'ladimi yo tom bo'ladimi? Baribir yopiq ichki qismi turadi-ku. Shuning ichida baribir boyagi havoni aylanishi, boshqasi aytgandek boyagi parozolyatsiya, gidroizolyatsiya shulardan to'g'ri foydalansa, o'shanda buni ham o'zini o'zi yaxshi saqlab turadi-da, o'zini vazifasini bajarishda. Shunday. Endi men ham aniq nazariya tomonidan tushuntirib bera olmayman. Agar bu kishi aytganda ochiq holatda tursa, ichida nimadir teksturasi buziladi-da va issiqlikni o'tkazib yuborish yoki sovuqlikni o'tkazib yuborish paydo bo'ladi. Bu albatta o'sha devorga yopishtirib o'shani ustini yana anaqa tekkizlashadi. Va- Albatta ustidan yopish kerak. Xususiyatlari o'zini xususiyati fizika, mexanika anaqa tushadi-da baribir. To'g'ri aytibsiz. Shuning uchun buni to'g'ri texnologiya bilan ishlatish kerak. Hozir buning uchun biza bitta ikkita yo'nalishda ishlayapmiz. Birinchisi bu shu qurilish vazirligining qoshida texnik anaqasi bor, o'zlarining texnik markazi bor. Shular har bitta shu ishlab chiqarayotgan qurilish mahsulotlarini o'zini texnik reglamentini ishlab chiqyapti. Hozir biz ham ishlab chiqdik. Birinchi bosqichdan hozir o'tdik, ikkinchi bosqichda turibmiz. Shuni biz o'zimiz bitta shu chet ellik korxonani yo'lladik. Ular bizga to'liq shu nima deydi boyagi teploprovodni issiqlikni o'tkazish anaqasini raschodlarni hisob-kitobini har bitta faqatgina umumiy qilmadikda 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta O'zbekistondan anaqasi bo'lsa, har bitta viloyatni o'zini iqlim sharoitidan kelib chiqib, butun shu ma'lumotlarni olib, ob-havo markazidan anaqalarni olib, ma'lumotlarni olib, o'shani asosida hisob-kitobini qilib, to'liq rashodlarni qilib chiqdik. Har bitta masalan ko'p qavatli uyda qanaqa bo'lishi kerak, ishlab chiqarish binosida qanaqa bo'lishi kerak, shu vaqtgacha chiqqan boyagi qurilish me'yoriy qoidalari bor. Shunga asoslangan holda o'sha hamma hisob-kitobdan kelib chiqib, texnik reglamentni ishlab chiqdik. Endi hozirgi kunda endi mana shu narsani hozir yana 1 oy vaqtimiz ketadi. Shuni oxiriga yetdik. Endi bundan keyin уже noyabr oyidan u hammani qo'lida bu loyihachi bo'ladimi, binoni loyihasini qilayotgan yoki quruvchi bo'ladimi yoki nima deydi, shuni tekshiradigan texnik nazorat tashkiloti bo'ladimi? Endi shuni hammasini ichida mahsulot qanaqa ishlab chiqarish kerak, qanaqa standartda bo'lishi kerak, uni qanday loyihalash kerak, uni qanday qo'llash kerak, qanday montaj qilish kerak va undan tashqari uni qaysi me'yorlarda tekshirish kerak. To'g'ri foydalanildimi, noto'g'ri foydalanildimi? Chunki hozir bu narsa yangi bo'lgani uchun baribir menimcha tabiiy ko'pchilik hali bunda tajribasi yo'q. Masalan, siz chetda ishlab kelgansiz, Bahrim aka, sizda o'zi baza bor. Qanday qilishni bilasiz, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, o'zini boshingizdan o'tkazgansiz bilasiz. Lekin ko'pchilik ustalarimiz, boshqalar hali endi bu narsani o'rganyapti. Albatta bunga ham vaqt kerak. Shu narsa uchun birinchi navbatda shu texnik dokument tomonlarini qildik. Yana 1 oydan keyin уже bu anaqaga chiqadi, umumiy foydalanishga. Ikkinchi yo'nalish qildik. Hozir o'zimiz shu o'quv markazini ochmoqchimiz. Yilning oxirida o'zimizning o'quv markazi, xuddi mana Bahrim akamga o'xshagan ko'p joylarda ishlagan, tajribasi bor insonlarni taklif qilib, o'sha yerda endi ustachilik bilan shug'ullanayotganlar bo'ladimi yoki endi loyiha ofislarda, tashkilotlarda ishlamoqchi bo'lgan hamkasblar bo'ladimi? Kimga qiziq bo'lsa, o'zimiz alohida o'quv kursini tashkil qilib, o'sha yerda biz o'zimiz har bitta shu ustalarga o'zimizni bor bilim anaqani o'rgatib, tushuntirib, nazariy tomonlama, nafaqat nazariy, u yerda biz shunday qilyapmizki, bir poligon, kichikroq poligon ko'rishda ham joy tayyorlamoqchimiz, loyihamizda bor. Oldida qanday qilib qo'llashni ham amaliy tarzda ham ko'rsatib bermoqchimiz. Faqatgina masalan mokriy fasadda emas, ventilirованный fasadda ham Rossiyada ko'plab boshqa davlatlarda ishlagan juda nima deydi 30-35 yillik tajribaga ega insonlar bilan ham tanishdik, ularni ham jalb qildik shu loyihaga. Shu tomondan ham ishlarni ham boshladik.